muammolar haqida gapirmasangiz ham bo'lmaydi. Zaps qilib qo'yganman, uzr kechirasiz. Sizda syomka qilish mumkin emas. Kino sohasida ishlayman desam, tanish ham yo'q, kino sohasida tayinli ish ham yo'q, telenovellalarga odamni tushgisi kelmaydi. Bu xatoni kechirmaydigan soha. Главный герой tirsak bilan boshimga urganda, mana bunaqa bitta urgan. Bilsam bu nimani suyagini ham sindirib qo'ygan ekan boshda. Sizningcha o'zbek film va telenovellalarning eng katta kamchiligi nimada? Pulda menimcha. Bu 1,5 ming bilan bitta seriya olish kerak, 45 minutlik. Fantastikada, men lekin o'sha telenovella olayotgan odamlarni ham men qahramon deyman, bilmayman. Formatini eshitib shokka tushib qoldim. Mana suflyor bu yoqdan ssenariyni o'qib turadi, u etib turadi. Bunaqasini men O'zbekistonga kelib ko'rdim. Blogerlik bu hobbida baribir. Lekin shu reperlikka, qo'shuvchilikka o'tib ketish niyat bor. Hammaga salom. Mening ismim Bobur Shavkatov. Men blogerman. Instagramda Bobur FM taxallusi ostida ijod qilaman. Bugun men No Filtrdaman. Qayerda va qachon tug'ilgansiz? Men 1996-yil 13-oktyabr kuni Samarqand viloyati Paxtachi tumanining Ziyovuddin shaharchasida tug'ilganman. Tug'ilishim bilan hamma o'ylashgan, meni san'atkor bo'ladi deb o'ylashgan boshidan, chunki yig'layotganimda ham qanaqadir muzikalni yig'lagan ekanman-da. 6 yoshimgacha shu Samarqand viloyatida katta bo'lib, keyin 7 yoshimda Toshkentga maktabga jo'natishgan o'qishga. Bolaligingizdan san'atga qiziqqanmisiz? Albatta. Bolalikda Tohir Sodiqovga qo'shiqlarni aytib yurardim. Endi menda xotira bilan doim muammolar bo'lganda qo'shiqlarni yodlab ola olmasdim. Lekin melodiyasini, muzikasini eslab qolardim. Keyin mana shunaqa qilib o'zimnikini aytib mana shu Bobur FM paydo bo'lishiga ham yaxshigina asos bo'lgan deb o'ylayman. Blogerlikka kirib kelishingizga nima turtki bo'lgan? O'rtoqlarim, yonimdagi shu kursdoshlarim yaxshigina turtki bo'ldi bloger bo'lishimga. O'zim Rossiyada o'qiganman. Rossiyada institut bitirib, kino sohasida ishlashni boshladim. 2 yilmi, 3 yil kinoda ishlaganman. Lekin Rossiyada qanaqadir o'zimni tarelkamda emasda, qanaqadir nimadir noto'g'ri, nimadir yoqmayapti. Hamma narsa bor, ish bor, boshqasi bor. Imkoniyat ham berishmaydi Rossiyada, uncha sal qiyinroq. O'zbekiston baribir oila, qarindoshlar hamma shu yerda. Qaytib kelishga qaror qildim, qaytib keldim. Kino sohasida ishlayman desam, tanish ham yo'q, kino sohasida tayinli ish ham yo'q. Teatrga kiraman desam, undan ham battar. Keyin qarasam, do'stlarim, shu kollejda birga o'qigan o'rtoqlarim hammasi bloger bo'lib ketibdi. Men mayli, mana bir urinib ko'raychi. Balki o'xshab ketar deb bitta urinib ko'rganimda o'xshab ketib qoldi. Bobur FM nomi qanday yaratilgan? Bobur FM o'ylab topishimdan oldin har xil nomlar qo'yib ko'rganman-da. Xalq dardi yoki xalq haqida, o'zimiz haqimizda, Bob narod degan nomlar qo'yganman boshida. Keyin shu Mittim Ulug'bekning storiesini ko'rib turganimda, assalomu alaykum hammaga, bugun sizlar bilan Mitta FM deganda buk ketib kallamga tepib qolganda, voy Bobur FM qilsamchi deganman. Nima? Format ham shunaqada, hit qo'shiqlarga qanaqadir parodiya sifatida yondashib, bu narsa faqat FM radiolarda hit qo'shiqlarni qo'yishadi. Shu to'g'ri kelar ekan, Bobur FM yaxshi eshitilgani uchun ham, esda qolarli bo'lgani uchun ham menimcha, shuning uchun Bobur FM deb qo'yganmiz profilni nomini. Faoliyatingizning ilk bosqichida siz uchun eng katta sinov nima bo'lgan? Bobur FM boshlanishi juda qiyin bo'lgan. Ishni boshlagansiz, tayinli ishingiz yo'q, pul topadigan joy ham yo'q, lekin ishlashingiz kerak. Nimagadir ishonib ishlayapsizda. 1 oy o'tyapti, 2 oy o'tyapti, 3 oy. Biz уже yaqinlardan qarz olamiz, uydagilardan qarz olamiz. Yana yetmaganiga o'sha katta blogerlarga o'xshab ofis ham olib qo'yganmiz. Yo'q pulga. Shunaqa qilib ishlayotimiz. Уже qanaqadir depressiyasiga aylansa kelib qoldi-da. Rezultat yo'q, reklama yo'q, boshqa yo'q. Kelajagi bormikan degan savol o'sha paytda bir haftami shu sherigim Feruz bilan kalamiz o'ylagan, nima bo'lar ekan? Bo'ldi, yig'ishtirib oramizmi deb уже 3-oy oxirlaridan o'ylashni boshlaganmizda. Keyin shu bitta kontentimiz bang etib portlab ketgan. Shundan keyin reklamalar telefon qilishni boshlagan. Shundan keyin pul kelishni boshlagan. Kaskadyorlik faoliyatingiz nega qisqa bo'lgan? Kaskadyorlik to'g'risini aytaman, menga qiziq bo'lgan. 1 yil ishladim kaskadyor bo'lib. 1,5 yil ishladim. O'sha 1,5 yildan keyin o'sishingiz uchun siz trenirovka qilishingiz kerak, o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Proyekt yo'q emas, bor, kelajak bor, ketsa bo'ladi, lekin bu soha juda ham xatoni kechirmaydigan soha.
xato qila olmaysizda. Xato qilsangiz tamom, karyeraga nuqta qo'yiladi. Juda qo'rqinchli travma olishingiz mumkin. Mana shu narsa meni qo'rqitdi. Rejissyorlikka o'qiganman, aktyorlikka o'qiganman, qo'shiq aytishga qiziqaman, shuni boshqa sohada keta qolay deb kaskadyorlikka to'xtatib yuborganman. Kaskadyorlikda qanaqadir og'irroq travma olganmisiz? Ha, mana boshimni mana shuncha soch o'smay qolgan joyi bor-da. O'shanda главный герой nima qilib tirsak bilan boshimga urganda, mana bunaqa bitta urgan, shuni qattiq urgan, boshida uncha bilinmagan. Syomka tugagandan keyin bir hafta, bir oy og'rib yurdi. Endi g'urra bo'lsa kerak, oddiy g'urra olganda odam nima qiladi? Bilsam bu nimani suyagini ham sindirib qo'ygan ekan boshni. O'sha joy soch o'smaydigan bo'lib qolgan. Bitta shu travmam o'sha menimcha kaskadyorlikdan olgan. Mana shu narsalar ham sabab bo'lganda kaskadyorlikni to'xtatishga. O'zbek film va seriallarda nega ishtirok etmagansiz? O'zbekistonga kelganimga o'zi 2,5 yil, 3 yil bo'ldi. Mana keldim ham 2 oyimni yurdim. 2 oydan keyin Bobur FM boshlab yuborgan. Telenovellalarga odam tushgisi kelmaydi, chunki bilmayman, to'g'risini aytgaman negaligini. Yaxshi proyektlar bo'lsa, tushish niyat bor endi hozir portfolio yasab bir taklif kiritmoqchiman. Endi rejissyorlar bo'lsa, prodyuserlar bo'lsa, taklif berib ko'rishsa bo'ladi. Lekin hali menga bir yaxshi taklif tushmagan. Shuning uchun ham menimcha qatnashmaganman birorta kinoda. Endi hozir mana bu do'stlarimiz Shimoliy jamoasi yangi o'zini filmini oldi. O'shanda ilk debyut rolim desam bo'ladi O'zbekistondagi. Endi ko'ramiz, balki shu qanaqadir tramplin bo'lar men uchun. San'at sohasini tanlab afsuslanganmisiz? Yo'q. Umuman afsuslanmaganman. Biron marta xayolimga kelmaganman. Misol uchun boshqa sohada biznes yoki stomatolog bo'lsammikan yoki qanaqadir umuman boshqa sohani o'zim tasavvur ham qila olmaganman. Kollejga kirganim san'at sohasiga kirdi hisobda, chunki fikr va xayol mana shu 24/7 faqat shu haqida o'ylaysiz, ijod haqida, san'at haqida, san'atkorlarni kuzatib, ularni qilayotgan ijodini tahlil qilib, buni o'zi san'at sohasidagi hayotda. San'atdan tashqari bitta narsa yoqadi, bu futbol. Bu ham deyarli san'atda. Futbolga juda qattiq qiziqaman. Hayotimni futbol bilan davom ettirgan bo'lardim agar boshidan san'at sohasiga ketish mumkin emas bo'lganda. Men futbol tanlagan bo'lardim. Nega muammolarni musiqa shaklida ommaga olib chiqishni tanlagansiz? Muammolar bor, bu narsani inkor qilib bo'lmaydi va bu muammolarni agressiya bilan, "Mana bunaqa muammo bor, bunga qaranglar, bunaqa qilinglar" degandan satira, ironiya orqali muammoni yengil yechish tarafdoriman-da har doim. Afsuski muammo bo'lsa, shularni musiqa orqali yaxshi kayfiyat bilan ko'tarishga harakat qilaman. Lekin muammolar haqida gapirmasangiz ham bo'lmaydi. Yoritib turish kerak, har bitta inson o'zining fikrini aytib turish kerak. Shu bilan menimcha hamma o'sadi-da, tomoshabin ham, biz ham. Sizga mashhurlik keltirgan ilk videongiz qaysi? Bu mumkin emas kontentimiz. Uzr, kechirasiz. Bizda syomka qilish mumkin emas. To'g'ri, qonunda mumkin, lekin bizda mumkin emas. Qonun bo'yicha tashqarida olish mumkin, ichkarida olish mumkin emas. Buni o'xira qilib olishingiz mumkin, sifatli olish mumkin emas. Telefonda olishingiz mumkin, lekin kameraga olish mumkin emas. Qanaqadir obyektlarga borsangiz, syomka qilish mumkin emas deydi. Qarovlar keladi. Nimaga mumkin emas? Bizda shunaqa ichki tartib deydi. Qonunan unaqa narsa yo'q. Lekin shunga qaramasdan baribir qarovlar, ahlanliklar taqiqlab qo'yishadi syomka qilishni. Bu kontentni o'zi Feruz sherigim o'ylab topgan. Chunki bu O'zbekistonda ko'p syomka qilganda, men unaqa ko'p syomka qilmagandim. Bunaqa muammoga ko'p uchragan. O'zi kelib, "O'rtoq, davay mana shuni qilaylik" dedi. Men buni bunchalik muhim kontentligini tushunmaganman boshida. Bu narsani yozdik, oddiy kontentga o'xshadi. Qanaqa oddiy kontent bo'lsa, shunaqa qilib yozdik. Syomkasiga kelganda men temperaturam chiqib ketib qoldi. Mazam bo'lmayapti, kontent olishimiz kerak. Feruz qo'ya qol, shuni qilmaylik, deyman. Yo'q, davay, bo'ldi. Prosta so'zlarni aytib ber. Men syomka qilaman, bo'ldi deb. Men so'zlarni ham eslay olmayapman-da. Zapis qilib qo'yganman. Uzr, kechirasiz. Bizda syomka qilish mumkin emas. Yo'q, nima edi, deyman. Mana shu bo'lib mana shu syomka qilganmiz. Bir bo'lmagan narsa olib qo'ydik shekilli. Mayli, qo'yib yuboraylik deb bitta qo'yganmizda katta rezonans berib yuborgan, trendga aylanib ketgan va shuni orqasidan ko'chada yurganimda odamlar aka deb boshlagan. O'shanda birinchi marta qanaqadir mashhurlikka endi ilk qadamlar
boshlanayotganini o'shanda sezganman. Kontent qilish jarayonida eng ko'p qiynaydigan bosqich qaysi? G'oyani o'ylab topish. Hamma narsasi oson. Syomka qilish, uni tekst yozish, hamma narsani qilib tashlasa bo'ladi, lekin originalniy g'oya, fikr, qanaqadir kontent qilayotganingizda baribir fikr bo'lishi kerak va u fikrni kreativ ravishda qanaqa qilib berishni topish ana o'sha qiyinda. Fikrni yana qanaqadir betarafroq qilib chiqarish kerakda, chunki ayrim mavzular bor, misol uchun xotin ajrashyapti, ajrashganda kim aybdor? Xotin aybdormi, aybdormi? Bu yerda qaysidir tomonni tanlab bo'lmaydi-da, chunki hammaning o'zining haqiqati bor. Shuning uchun o'rtada turish kerak. Bitta kontent tayyor bo'lguncha necha kishi ishlaydi? Har xil. Asosan o'zi jamoamizda 3 kishimiz, men, Feruz, Sherzod ishlaymiz. Bir xil payt bo'ladiki, proyekt kattaroq bo'lsa, o'rtoqlarni chaqiramiz yoki kimnidir masofga chaqiramiz yoki zvuk yana ham professionalniy bo'lishi uchun zvuk aranjirovщикka nima qilamiz. Asosan 3 ta odam ishlaymiz jamoada. Uchalamiz kontentlarni qilamiz. Kontentlaringizdagi matn va she'rlar kim tomonidan yoziladi va qancha vaqt ketadi? Oxirgi payt ko'pincha o'zim yozadigan bo'lib qoldim. Baribir asosiy mas'uliyat she'r yozishda o'zimda. O'zim o'ylab topib, yozib. Ko'pincha she'r yozishga har xil vaqt ketadi. Bir xil payt 1 kun, 2 kun, 3 kun, bir xil payt yarim soatda ham yozib tashlayman. Endi bu ilhom kelishiga bog'liq. Faoliyatingiz boshida ham o'zingiz yozganmisiz yoki boshida kimdandir yordam olganmisiz? Yo'q, boshida o'zim yozganman. Chunki Rossiyada yurganimda ham ancha bir ko'p narsalarni yozib qo'yganman. Mamda bor edi, zametkamda bor edi. Ko'plarni o'sha yerdan qildim. Asosan o'zim yozardim, o'zim zapis qilib, o'zim hammasini qilardim. Keyin shu Feruz o'rtog'im kelgan, u bilan yozdim. Open budjet haqidagi kontentingizga tahdidlar bo'lgan. Yo'q. Mana shu open budjetga hech kim hech narsa demagan. Open budjetda. Budjetda. Yo'llarimiz asfalt bo'lsin, ta'mirlansin bog'cha. Bitta ovozga 0.5 so'mmi yo 1 litr yog'cha. Endi bu menimcha bunaqa chuqur politiskiy mavzu deb o'ylamayman. Bu xalq ichidagi, o'zini ichidagi qanaqadir gif konkursga o'xshagan narsa-da. Buni gifga aylantirib yuborishda endi open budjetda ham ovoz yig'ib, moy berib, boshqa ber. Endi nohaqlikda bu narsani men rostdan qoralayman. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Lekin bir tomondan bunday o'ylab qarasangiz, mahalladagi hamma ham aktiv emas-da. Qaysidir inson bo'ladi mahallada, misol uchun 300 ta odam yashasa, shu 300 ta odam ichidan bitta mahalla kom bo'ladimi, kimdir bo'ladimi? Borib har bitta uyni taqillatib, menga mana shu asfarimizga ovoz ber deb nima qilish kerak? Buni shu sirli odamlar biznesga aylantirib yubordi. Yiqqani yig'yotibdi, moy beradi. Bilmadim, nohaqlik bu. Menga yoqmadi. Bunaqa bo'lish kerak emas. Uning uchun xalq o'zi ham nima deydi, aktiv bo'lish kerak-da. Aktiv bo'linglar deydi blogerlar. Bunaqa qilinmasa bo'lmaydi-da, mana shunaqa narsalar bo'laveradi. Sizningcha o'zbek film va telenovelalarining eng katta kamchiligi nimada? Pulda menimcha. Puli yo'q-da, puli bo'lsa-ku ishlaydi. Bitta telenovelaga, bitta seriyasiga qancha $1,5 ming beryapti. U $1,5 ming texnikani o'zi bilan yo'q ketadi-da. Bu 1,5 ming bilan bitta seriya olish kerak. 45 minutlik. Fantastikada, men lekin o'sha telenovela olayotgan odamlarni ham men qahramon deyman, bilmayman. Ular shu pulga bir kunda 45 minutlik video olishyapti-da. Men 1 minutlik videoni zo'rg'a olaman-da. Ko'p, bir kun vaqtim, 2-3 kun vaqtim ketadi. Ular tars olib tashlaydi. Qanaqa qilib oladi, bilmayman. Formatini eshitib shokka tushib qoldim. Suflyor bu yoqdan ssenariyni o'qib turadi, u aytib turadi. Bunaqasini men O'zbekistonga kelib ko'rdim. Bu ham kreativda, buni ham o'ylab topish kerak-da. Odamlar moslashyapti. Chunki pul yo'q, pul bermagan ularga hech kim. Shuning uchun ham shunaqa daraja. Songa ishlashni boshlaydi. Qancha ko'proq produkt yasasang, shuncha ko'p pul topasan. Songa ishlagandan keyin kачество yo'qoladi, kачество bo'lmaydi. Mana shuni hisobiga ham menimcha bo'tdi. Telenovelalarni saviyasi qanaqadir pastga tuyuladi. Kinolarga keladigan bo'lsa, kinolarda ham shu budjet masalasida ko'p muammolar bor. Pul ajratilinadi deyishadi. Pul yetib kelmaydimi? Yo'q bo'lib qoladimi yo'lda? Bilmayman. Shu qanaqa qilib deyman, agar misol uchun pul yetib kelsa, rasvo narsa olish mumkin. Agar vijdoni bo'lsa, ularni yaxshi chiroyli narsa olib berish kerak. Rossiyada ham ishlaganimizda katta pul ishlatilinadi-da, o'tda.
men administratsiyada ham ishlaganman, administratsiya direktori. Bu pulni to'g'ri ishlatib bilinadigan, taqsimlaydigan nimada organizatsiya. Отчетni ham ko'raman, misol uchun 1 million rubl keldimi? 1 million rubl qanaqa ishlatilganini men отчетini qilardim o'zim. Men bilardim-da, mendan qayerga ishlatding 1 million rublni desam, mana men keltirib beraman. Rostdan bor-da u narsa. Suvga ishlatdim, mana suv, ovqatga ishlatdim, mana ovqat. Qog'ozda emas-da, hamma chestni, chin dildan aldamasdan, yolg'on gapirmasdan ishlaydi. Bizda ham shunaqa darajada ishlansa, menimcha yaxshi proyektlar bo'ladi. Telenovellarda qaynona kelin mavzusi bilmayman nimagadir qiziq. Qaynona kelinlarga menimcha. Shuning uchun ham qilaveradi. Bu qachonki qaynona kelin mavzusini ko'rishdan to'xtaydi, o'sha endi ularni ham aktiv pastga tushishni boshlaydi. O'shanda menimcha to'xtasa kerak bu narsa. Bunaqa mavzuni onalar, ayollar ko'radi-da, boshqa erkaklar ko'rmaydi. Ular to'xtatsa to'xtaydi, bo'lmasa to'xtamaydi, ketaveradi mana shunaqa qilib. Qanday kontent turlarini qo'llab-quvvatlamaysiz? Fikr beradiganlar bor-ku, info-siganlar deydimi, bilmayman. Qanaqadir yashashni o'rgatadiganlar. Siz eringizga mana bunday munosabat qilishingiz kerak yoki siz xotiningizga mana bunday munosabat qilishingiz kerak degan kontentlarni ko'rsam asabim qo'ziydi. Chunki odamlar yashab ko'rmaganda, misol uchun har bitta insonning o'zining hayoti bor. Hammada o'zining shaxsiy muammosi bor. Bir xil emas, misol uchun mening muammom siznikiga o'xshamaydi. Bir xil emas bizning muammomiz. Xarakterimiz boshqacha va hammani bir-biriga taqqoslashga majbur qiladigan va qanaqadir provokatsiya qiladigan kontentlarni ko'rsam yoqtirmayman. Shu yashashni o'rgatish kerak emas-da. Motivatsiya beradigan kitoblar, podkastlar mashhur bo'lib ketdi-yu. Zo'r tam Daniel Carnegie, bunaqa qanaqadir yana qaysida odamlar. Ko'plari shu yo o'zini o'zi osib olgan bo'ladi, yo o'zini hayoti barbod bo'layotgan bo'ladi. Qanaqadir ayollar qanaqa oila haqida bir nimalarni gapiradi, o'zi ajrashib yotibdi, o'zini eri yo'q. Bilmayman, mana shunaqa nimalar motivatsionniy videolar qanaqadir g'alatida tuyuladi. Nimagadir erishgan odamlar har doim ham qanaqadir motivatsiya beravermaydi. Qanaqadir направление bo'ladi, что taslim bo'lmasligi kerak, harakat qilish kerak deydi, lekin sen uni qilma, buni qilma, mana buni qilma demaydi-da. Negativ izohlarga munosabatingiz qanday? Juda yomon. Men juda ham ta'sirli odamman-da. Har bitta insonni, meni har bitta muxlisimning gapi men uchun muhimda. Shuning uchun kommentariy o'qimayman. O'qimayman rostdan. Bitta boshida kontent qo'yganimda bir yarim soat kommentariy o'qishim mumkin. Keyin yo'g'iga o'qimayman. Chunki orada rasvo kommentlar ham bo'lib qoladi. Bu meni kayfiyatimga ta'sir qiladi. Negativ kommentlarni o'qimayman, men komment o'qimayman. Ha deb odamlarning fikrini eshitaversangiz, o'zingiz fikringiz yo'qolib qoladi-da. Meni fikrim nima edi o'zim? Men nima xohlamayman degan savol kelaveradi keyin kallangizga. Qo'rqoq bo'lib qoladi odam. Blogerlikdan topgan ilk daromadingiz qancha edi va o'sha pulni nimaga sarflagansiz? Birinchi tuning qiladigan ustaxonani reklamasi bo'ldi. Tonirovkalar taqadigan, tuning qiladigan $200 ga reklama olgandi. Biz o'sha payt dunyodagi eng baxtli inson edik deb o'ylayman. Juda xursand bo'lganmiz. Shu aytaman, shu eng qiyin paytda kelgan $200 da bu birinchi kontentimiz. $200 olamiz mana shu kontentni Instagram orqasidan deb mehr berib, nimalar qilib olganmiz. O'sha $200 ga menimcha kolonka olgandik. Chunki o'sha nima qilayotganda eshitish kerak zvukka, uning uchun kolonka yo'q. $200 kolonka olgandik. Eng ko'p qancha bo'lgan? Eng ko'pi где-то $10,000 6 oylik kontrakt qilgandik. $10,000 bo'ldi. O'shanda men uylangandim o'sha pulga. Adashmasam. Shu pulni endi yarmi Feruzga, yarmi meniki, men uylanib oldim o'shanda. Kelajakda hozirgi yo'nalishingizni o'zgartirish niyatingiz bormi? Albatta. Blogerlik bu hobbi-da, baribir. Bu blogerlik kundalik daftarga o'xshagan narsa. Kundalik daftarga odam yozib yuradi, o'zining fikr-hayollarini. Biz ham xuddi shunaqa kundalik daftarga o'zimiz fikr-hayollarimizni yozib, buni ommaga chiqarib ko'rsatib turamiz. Qaranglar, men mana bunaqa narsa yozdim, nima deysizlar deb so'rab turamiz. Farqimiz shunda. Lekin bu baribir qanaqadir kasb darajasida qabul qilish qiyin, chunki buni temporitmi juda ham baland. Agar bu bilan seriozli shug'ullanib faqat shu haqida o'ylasangiz, meni hayotim shu bilan deb nima qilsangiz, bu Instagram doim aktiv ko'tariladi, tushadi, nima qiladi, bu kayfiyatga ham ta'sir qiladi. Tez dopaminda, tez mana 2 kun qattiq ishladim, 3 kun ishladim,
4-chi kuni rezultatni olaman. Yaxshi rezultat olmasam bo'ldi. Menga bir 3-4 kun keyin kontent qilgunimcha уже depressiyada bu nima deydi. Yomon ta'sir qiladi. Voy, yemadi. Ta'sir qiladi. Shuning uchun qanaqadir kattaroq proyekt qilish niyat bor. O'zimni avtorskiy qo'shiqlarimni chiqarmoqchiman. Sekin shu reperlikka, qo'shuvchilikka o'tib ketish niyat bor. Bundan tashqari baribir ham kino olish niyat bor, teatrda ishlab ko'rish. Sohalar ko'p. Ko'rmoqchi bo'lgan ishlarim ko'p. Xudo xolasa endi sekin-sekin katta bo'laversak, sekin-sekin rivojlanaversak, menimcha imkoniyatlar paydo bo'lishi bilan shaq ushimizdek bosib tashlaymiz. Auditoriyangizga va sizni kuzatayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Har doim yaxshi kayfiyatda ushlab qolishligini so'rardim. Men o'zim pessimistman-da, yomon fikrlar ko'p keladi kallamga tez. Har bitta qanaqadir tanlov bo'ladigan bo'lsa, yomon tomonni o'ylaydigan odatim bor. Bilmayman, bolalikdan shunaqa bo'lgan. Men o'zimni shunday yaxshi tomonni o'ylash kerak-ku deb o'zim o'rgatishga harakat qilaman. Doim shunaqa. Men ham sizlardan shuni so'ragan bo'lardim. Yaxshi tomonni o'ylab, "Будьте добрым" deydi, yaxshi bo'laydi, yaxshi xayollarni o'ylaydi. O'shanda hayot ham yengilroq bo'ladi. Doim o'zingizdan maqtatma, bilmayman. Yaxshi kayfiyat ulashib o'zingizga o'zingiz yaxshi bo'ladi. Mana o'zingni bos, kinoda, hindcha kinoda bor edi. Hammasi yaxshidir deya. O'shanaqa prikol bo'lib tuyulishi mumkin, lekin muhim narsa, juda ham muhim narsa.